Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida FIFA 90+ kanali. Bugungi mavzu juda qiziq. O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi 2027 musobaqasida qaysi bosqichgacha bora oladi? Jahon chempionati 2026 O'zbekiston terma jamoasi uchun katta tajriba bo'ldi. Natijalar biz kutgandek bo'lmadi. Mag'lubiyatlar bo'ldi, xatolar ko'rindi. Lekin ushbu mundial O'zbekiston futboli uchun katta maktab bo'ldi. Endi esa navbat Osiyo Kubogi 2027 musobaqasiga. Ushbu musobaqada O'zbekiston B guruhidan joy olgan. Raqiblarimiz Bahrayn, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi hamda Iordaniya. Qog'ozga qaraganda bu guruhdan chiqish mumkin, lekin oson bo'ladi deb ham ayta olmaymiz. Ayniqsa Iordaniya oxirgi yillarda o'sgan jamoa. Bahrayn ham Osiyoda noqulay raqib hisoblanadi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi esa jismonan kuchli va tartibli o'ynaydigan jamoa. Shunday bo'lsa-da, O'zbekistonning asosiy vazifasi guruhdan chiqish emas. Asosiy vazifa guruhda birinchi o'rinni olish bo'lishi kerak. Endi savol, O'zbekiston qaysi bosqichgacha bora oladi? Menimcha, real qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning minimum vazifasi nimchorak final, ya'ni guruhdan chiqish shart. Bu bajarilishi kerak bo'lgan vazifa. Real va jiddiy maqsad esa chorak final. O'zbekiston tarkibida yaxshi futbolchilar bor, legionerlar bor, tajriba bor, yosh avlod ham shakllanmoqda. Agar jamoa himoyada tartibli, hujumda esa aniq o'ynasa, chorak finalga chiqish uchun imkoniyat yetarli. Lekin muxlis sifatida biz bundan ham ko'prog'ini xohlaymiz. O'zbekiston yarim finalga chiqa oladimi? Albatta chiqa oladi. Lekin buning uchun 3 ta narsa kerak. Birinchisi kuchli tayyorgarlik, ikkinchisi to'g'ri taktika, uchinchisi esa ruhiy bosimga bardosh berish. Agar O'zbekiston guruhdan birinchi o'rin bilan chiqsa, keyingi bosqichda yo'l biroz osonroq bo'lishi mumkin. Lekin final sari borish uchun Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya va Eron kabi kuchli jamoalar bilan to'qnash kelishga to'g'ri keladi. Lekin futbol shunisi bilan qiziq. Maydonga nomlar emas, jamoa chiqadi. Agar O'zbekiston o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarsa, himoyani mustahkamlasa va hujumda imkoniyatlardan unumli foydalansa, Osiyo Kubogi 2027 musobaqasida muxlislarni xursand qilishi mumkin. Endi sizga savol. O'zbekiston Osiyo Kubogi 2027 musobaqasida qaysi bosqichgacha boradi? Guruhdan chiqadimi? Chorak finalmi? Yarim finalmi? Yoki finalgacha yetib bora oladimi? Albatta, fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Futbol davom etadi. Biz esa sizga eng so'nggi yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.